Hayran naqshi bor. Qanaqa naqshi? Men bu naqshini texnik chiqarishdan avval tomoshabinlarimizning bu naqshining ismini bir so'rab baqsam deyman. Bir naqshi bor deb so'rsangiz naqshlarda kichik bo'lgan naqsh so'raysiz. Lekin men bir kopletini. Ha. Misrasini deb beraman. Tomoshabinlarimiz bu konu naqsha cho'qim esi keladi deb o'ylayman. Unda bo'lsa diqqat qilib anglaylik tomoshabinlar. Tonglar otqicha kelmaydi uyqu. Shu Yıkaldınlarmı? Gözümünü yumsamla seni eslayman. Muhabbetinge razılık vermey. Ölüp geçsem mu seni eslayman. Nakşının ismi? Anlayamadım. Buna kılaylı. Tanrı vakıraylı. 1, 2, 3. Yolunga kara. Kim eytalaydı o? Onu hoş etmesek olan bir şey yok olsa. Hilafı birer tomoshabinimizning eytalaymiz degankim anglab baqaylik. Eytish oson, lekin yaxshi eytishdi. To'g'ri deyman a? Qaysilar yaxshiroq eytalayapsizlar? Aşkı qo'l ko'tardik. Aşkı bir eytsasin qaytar. Meni tavakkal tomoshabinlar. Hemen bu naqshni bek qaytarsam, aytadigan naqshlarimiz xijolatib chiqamay qolsin. Men bir ko'rib ko'raman. Sen ağlayın. Yoluma qarab keçen gündü. Minning yaşlarım yoluma qarab keçen gündü. Sebeplerimizi verelim.
ketdingmi seni eslayman seni eslayman